Siz yo'lni faqat piyodalar o'tish joyidan kesib o'ting. Mashinalar har doim sizni payqamasligi mumkin. Siz elektr simlariga yaqinlashmang va ularga qo'l tekkizmang. Tok ko'rinmaydi, lekin juda xavfli. Siz gugurt, chiroq yoki gaz bilan o'ynamang. Bu o'yin emas, yong'in chiqishi mumkin. Siz gaz hidini sezsangiz, darhol derazani oching va kattalarga ayting, elektr asboblarini yoqmang. Siz yong'in ko'rsangiz, o'zingiz o'chiraman demang. Kattalarni chaqiring. Darhol 101 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Siz xona derazalarini yopib qo'ymang. Shamollatib turing. Is gazi sezilmaydi, lekin juda xavfli. Siz derazadan yoki balkondan osilmang. Bu o'yin hayotingizga xavf tug'diradi. Siz begona sim, temir buyum yoki portlovchi narsaga tegmang. Darhol kattalarga xabar bering. Siz daryo, ariq yoki hovuz bo'yida yolg'iz o'ynamang. Suv tinch ko'rinsa ham, ichida kuchli oqim bo'lishi mumkin. Siz bo'ron yoki yashin paytida daraxt tagida yoki metall buyumlar yonida turmang. Siz elektr rozetkasiga hech narsa tiqmang. Elektr bilan hazillashib bo'lmaydi. Siz yong'in yoki zilzila bo'lsa, orqaga qaytmang. Tezda tashqariga chiqishga harakat qiling. Siz adashsangiz, begona odam bilan ketmang. Militsiyaga yoki do'kondagi kattalarga murojaat qiling. Siz uyda yolg'iz qolsangiz, hech kimni ichkariga kiritmang. Hatto tanishman desa ham yo'q deng. Siz favqulodda holatda 101 yoki 1050 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Bu raqamlar sizni himoya qiladi.